tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori Temirova Saodat Yorovna. Xush kelibsizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rinishingiz juda ham ajoyib. Rahmat, Tabassum, rahmat. samimiylik, yuzingizda nur yog'ib turibdi. Ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Aziz shifokorlar, xush kelibsizlar. Bugun biz qadrli teletomoshabinlarimiz uchun og'iz bo'shlig'i kasalliklarini oldini olish haqida suhbatlashamiz, ularga to'liq ma'lumotlarni beramiz. Saodat opa, eshitganmiz, juda ham ko'p efirlarda ta'kidlab o'tgansiz, har qanday kasallikni oldini olish uchun biz og'iz bo'shlig'i kasalliklarini vaqtida bartaraf etishimiz kerak deb Oldini aytgansiz. olish kerak, eng Ya'ni asosiysi. darvoza mana shu yerda ekansiz. Yashang. Bugun barcha ma'lumotlarni sizdan eshitamiz. Rahmat. Mana bir oylik ta'tilda biz har doim o'tirdik, kutdik, to'g'risi. Nimadan boshlaymiz? Endi bu yangi fasl deb endi o'zimizga o'zimiz aytdik-da, keling yangi mavsum dedikda va juda mana bu ko'rsatuv xalqimizda tibbiy madaniyatini oshirish uchun qilingan sa'y-harakatlarda va o'sha uchun mana biz meditsinani tushunishimiz uchun to'g'risi aytsam 40 yosh, 50 yoshgacha o'qiymiz. O'qiymiz, shuni ustida izlanamiz, o'shanda tushunib boramiz. Xalqimiz meditsinani tushunmaydiganligi biz sodda qilib bermasak, ular tushuna olmaydi. Natijada ilmiy tilni tushunmaydi. Natijada xalq, chunki natijada oddiy kim kelib nima deb aldasa ham ishonib ketaveradi. Natijada bo'shlig'i bo'ladi o'sha narsani. Ana o'sha bo'shliqni to'ldirish uchun mana shu ko'rsatuv. O'sha uchun ham men oila vaqtini juda ham yaxshi ko'raman va oila vaqti, ya'ni bu yerda 0 yoshdan 100 yoshgacha bu yerda bola ham bor, katta ham bor, hammani kelin bor, qiz bor, o'g'il bor, hammani qamraydigan va har bir odam uchun tushunarli bo'ladigan va birinchi o'rinda uydan boshlanadigan narsalarni o'rgatishga harakat qilamiz. Mana bu hozir biz yangi mavsumimiz boshlangani uchun men aytdimki, nima gaplashganimizda Gulnoz opa keling, organizmni bir butun qilib ko'rsataylik. Birinchi har qanday muammo, men har doim aytaman, og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Keling, og'iz bo'shlig'ida boshlayotganda birinchi o'sha muammoga duch keladigan nima bu? Bu bizani tishlarimiz. Ya'ni agar nimaga biz aytamiz, kuniga 2 mahal, kerak bo'lsa 3 mahal tishingni yuvgin. Nimaligini aytmaymiz, tishingni yuvgin deymiz. Ya'ni qolgani, agar tishingni yuvmasang, tish doktorda kuning qolib ketadi deymiz. Yoki homilador ayollarga kalsiy ich, bolangni kalsiysi yaxshi bo'lsin, bo'lmasa tishi mo'rt bo'ladi. Mana bu hali bola paydo bo'lmasdan onani yeyishlariga qaraymiz. Xuddi shunaqa har qanday narsa birinchi og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Va birinchi bizni himoya qiladigan ana shu 32 ta chiroyli tishlarimiz bo'ladi va bizni ana shu tishlar maydalab, tayyorlab, undan keyin oshqozonga o'tkazib beradi. Agar yaxshi maydala olmasa, boshqa qila olmasa, hamma kasalliklarning boshi bo'ladi deyman-da. O'sha uchun biz har bitta narsani chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan joyi bor. Shu uchun stomatologimizdan boshlashga harakat qildik. Oddiy stomatolog emas. Nima uchun biz hozir ayol stomatolog deydik, bilasizmi? Stomatologlarimiz ko'p, lekin har kuni lof bo'lmasin, kamida bitta ikkita homiladorim qiladi. So'dipa tishim og'rib qoldi. Shu homiladorlikda tutadi, shu hammani kutib o'tiradi, homiladorda tish og'rishida. Men bilmayman nimaga. Va har qanday stomatologga bera olmaysiz, har qanday qila olmaysiz, yoki stomatologni gaplashtirdingiz. O'sha uchun hozirgi paytda men har doim o'zim shaxsan homiladorlarni qilsa, mana shu yerda ayol stomatolog bor. Men shaxsan bilan gaplashib qo'ydim, oson qutuladigan bo'lganman va har doim o'zimiz ham tish yuvayotganda biz oldingilarda ham aytdim, zubnoy shotkadagi farqlar. Saodat opa, sizdan so'ramoqchi bo'lganimki, og'izda ko'proq qanday infeksiyalar uchraydi va mana shu muntazam tozalab turishimiz, tishimizni yuvib turishimiz bu infeksiyalarni bartaraf eta oladimi? Qarang, to'g'risi, har doim men aytaman, eng darvoza bu og'iz bo'shlig'i deyman. Mana kechqurun ovqat yedi, tishini yuvdi. Mana shu zubnoy pastaliga qarab, hozir xiliga qarab aytib o'tiraman. Aytadigan gaplarim ichimda to'lib ketyapti. Chunki mana shularning ichidan men uyimdan olib keldim. Bu o'zimniki, shaxsiy. Men aytdim, shaxsan ham mayli, men o'zimnikini olib kelsam. Buni o'g'lim sovg'a qilganda, o'g'lim tug'ilgan kunda shuni sovg'a qilsa, nima bu deganman. O'zim bilmaganman. Oyi, mana bu nasatkasi almashadi. Bu buni shunday bossangiz bo'ldi. O'zi shunday tursangiz o'zi yuvib chiqib ketadi degan. Shuna qaraganman, qiziqganman. Knopkani bossangiz bo'ldi. Lekin buni ham minuslari bor ekan. Buni minuslarini ikkitasini topdim. Birinchisi, bu agar sal boshqacharoq yuvsangiz
tishni zararlab yuborar ekan, milkni zararlab yuborar ekan. Mana biz qonab qolar ekan. Mana hozir o'zim mana o'tgan yildan beri ishlatayotgan bo'lsam, bir marta shunaqa holat bo'ldi. Xayol bilan birdaniga qilib, yaxshi joylari bor. Shuni ushlab tursangiz, o'zi olib yuvib berar ekan. Haqiqatan yaxshi ekan. Demak, ikkita minusini ko'rdim. Birinchisi sal noto'g'ri qilsangiz, milkni zararlaydi. Ikkinchisi, mana bu nazotkasi o'zi qimmat ekan. Chunki men o'zim zubni ishlatganni har oy tashlaydigan odamman. Menga bu osonroq, chunki oldim 20 mingga yurdim, bir oydan keyin otib yuborishim kerak. Buni otib bo'lmas ekan. Buni nazotkasi ham talon pul turar ekan. Voy dedim, to'g'risi hech shunaqa bo'lmaganda mana shunda to'g'risi ba'zi ikkinchisi 5 oylar yurdim, qizg'anchiligim tutib qoldida. Yo'q, bo'lmadi dedimda. Narushение bo'ldiki, yo'q ko'zim yumdimda. Shu minus joyi bor ekan, shu sal qimmatligida ekan. Lekin baribir o'zimizda metodikamiz har, masalan, men o'zimga planka qo'yganman 1 oyda 1 marta deb. Sabab. Masalan, sog'lom odamga mayli 1-2 oy deng. Lekin kasal odamlarga 15 kunda ham. Nima uchun mehmonxonalarga borsangiz, bir kun ot bor, bir kun ot bor. Har kun yangi, masalan, siz mehmonxonada 10 kun tursangiz, 10 kun yangi qo'yib beradi-da, har kun yangi qo'yib beradi. Chunki endi eshiting. Yana bitta narsa shu joyda aytmoqchiman. Kechqurunlar uxladingiz, mana bu yerda mikroblar yig'iladi. Stafilokok, streptokok, o'zini floralari bor, yig'iladi. Yopildi, og'iz yopildi. Havo yo'q. Havo yo'q. Mana bu yerda ko'paydi. Ertalab turishi bilan biz nima deymiz? 1 stakan suv ichgin deymiz. Ko'zingni ochishing bilan 1 stakan suv ich deymiz. Ana shu joyda bilasizmi deyapman. Tishingni yuvgandan keyin suv ichgin deyapman. To'g'ri. Chunki tayyor turganni olloq qilib ichib yuboramiz, u to'g'ri ichakka tushib ketyapti. Oshqozon, biz primoy o'tkazib yuboryapmiz-da. Yo'q, oldinlari shunga ham e'tibor qilmasdi. Ertalab turishing bilan suv ich, qultimlab ich deyman. Chunki juda ham yaxshi ko'raman o't qop gipomotorlarida. O't qop ishlamaganlarda yoki birinchi luqmangni suv bilan boshlasang, hamma organizm yuvib chiqaradi deyman-da. Va hozir ana shu joyda birinchi turasan, tishingni yuvasan, og'iz yuvasan. Zubni shotkalarni til yuvadiganlari ham bor mana orqada. Tilni yuvib, tozalab, qarashlarni yuvib. Albatta, chunki qarang, oshqozonda muammo bo'lsa, tilda usta nalyot bo'ladi. Organizmda zamburug' bo'lsa, nalyot. Uni hammasini o'zi biza bilamiz. Jigarda, o't qopda muammo bo'lsa, yashil sifat bo'lib turadi. Chunki orqaga qarang. Kech ovqat yeb yotib olgan bo'lsa, ovqat orqaga chiqqan bo'lsa, tilning ustida boshqacha rang turadi. Ana o'sha uchun til shotkani orqasida shotka yuvadigani bo'lganini yaxshi ko'raman men. To'g'ri, mana qimmat deydi, orqasida yo'q. Men mazza qilib tilni tozalay olmaymiz deymiz-da. O'sha uchun ham zubni shotkalarda har doim menga Shohsanam o'rgatganlar, olayotganingda qara, endi biz mana bolalarim bolalarga oddiy, yaxshi. Bolalarnikini, o'zinikini kichkinaligiga qarab, ular qiziq, hali 10 yoshli Hasan Zuhram bor, ko'tarib keldim, Zuhranikini olib kelay, uni olib kelay, to'g'risali. Va har doim Shohsanam aytadilar, og'zi yopiq bo'lishi kerak deydilar. O'sha uchun bizga har doim mana og'zi yopiladigan shotkalarni ko'proq aytadilar. Endi demak, o'sha biz aytgan bakteriyalardan qutulishimiz uchun birinchi ko'zimizni ochishimiz bilan birinchi o'rinda yuz yuvilib qarangda, bizning dinimiz qanaqa chiroyli-da. Birinchi aytadiki, tahoratingni poklik deydi. Ana shularni yuvib tozalagandan keyin luqmangni halol bo'ladi. Yuz yuvmay ichgan yo qilgan narsang halol bo'lmaydi deydi. Ya'ni bu ham to'g'rilikka to'g'rilab, ya'ni yuzingni yuvadi, keyin suvni ichgin deyman. O'sha uchun ham mana shu joyda biz har doim aytamiz, biza birinchi og'iz bo'shlig'ida qarash kerak bo'ladi. Va kariyeslarning ham sababi mana shunda bo'ladi. Kariyes nimada? Stafilokok, streptokok bo'lsa ham kariyeslar bo'laveradi. Tushundingiz? Ana o'shalarni bu hammasi tomoq infeksiyalari. Nimaga ftorlik ko'proq ichgin deyapti? Zubni shotkadan foyda. Chunki ftor bu bir qavat ustini yopib, nima tishni emalni ushlab turadi. Ana o'sha uchun, chunki tish ana toshlari bor, toshlari ham shu suvni qattiqligidan, so'lak biz oshqozonni kislataligidan, ana o'sha uchun biz har doim stomatologlar bilan ishlaganda yoki stomatologlar ishlaganda kuniga necha marta ovqat yesang, ovqatdan keyin yuv deydi. Agar sen tushlik qildingmi, tushlikdan keyin yuvgin deydi. Bularning qonun qoidasi shu. To'ppa-to'g'ri. O'sha uchun agar yuva olmasang deydi, og'izga qanaqadir bularni antibakterial narsalar bor, o'shani olib yurdi, o'shani shimi deydi. Sodiq opa, hozir
mana shuncha og'iz bo'shlig'i kasalliklari haqida gaplashyapmizda, yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha infeksiyalar pastga tushgandan so'ng buyrak, ichak, Hamma yurak, joyga ichki o'tadi. organizmimizga ta'sir o'tkazadi dedingiz. Ular qanchalik, qay miqdorda, qanday kasalliklarni olib Mana chiqishi mumkin? qarang, mana oddiy, mana 2 kun oldin patsient keldi Ha. mani qabulimga. Buyrakda faqat ana peshobida yiring hamma joyi tegishli narsa yo'q. Qarayapman, menga endi biz ichida yuribmizda, qonlarni tekshirib, qayerdadir yiring turibdi deyman. Topinglar, qayerdadir stafilokokmi, nimadir turibdi, topish kerak. Ishonasizmi? Pochka tomoqdan tushgan, kelgan, oshqozondan o'tgan, pochkadan o'tib, peshobdan chiqib ketdi, pochkada absses, yiring, stafilokokli yiring. Hech kim topolmayapti, hech kim. Kichkina mana siz aytasiz, ko'z yara deysizlar, chiqadi. Ko'z yara yoki ugri deymiz. Jamiz tarkibida stafilokok sababida, ana o'sha pochkada tasavvur qil. Mana ichivordi, buyrakda. Ichivordi, organizm qara, shuncha o'tib kelib qara, pochkada yiring paydo bo'ladi. Va u hozir bugun operatsiya bo'lyaptilar. Hozir mana o'sha chunki boshqa yo'li yo'q uni. Operatsiya qilib, o'sha joyda tozalab, narsalar qo'yib, trubkalar qo'yiladi. Bitta narsasi, bu patsient men necha yildan beri bilaman, u patsient o'tgan yil bizda kelgandi, men o'shanda qarang, o'sha payt kelganda shikoyatlari bilan tomoqdan ekma olsam, stafilokok aureus, tillarang, yiring chaqir va u bemorga aytgan ekanman, siz buni davolamasangiz tomoqdan tushib kelib, oxiri oyog'ingiz og'riydi, bu pochkalardan o'tadi deb aytganman. Faqat peshobida yiring va qarab, bir yildan beri aytganman, nima qilishgacha yozganman, qo'liga berganman. Hafsala, behafsala deydi-yu, lecheniya olmay ketib, lekin oxirgi moment esiga tushgan. Saodat yorimlar, siz aytdingiz-ku deb endi kelibdi. Hamma joyni tekshirib. Endi men aytdim, borginda dedim, yiringni oldirib, keyin yana stafilokok bilan ishlaymiz. Saodat opa, rostdan ham ba'zi holatlarda, ba'zi emas, ko'p holatlarda shu yurtdoshlarimiz hafsala qilmasligi, ishonmasligi, yo'q, yozdirib ketadi, qildirib ketadi. Va mutaxassisning aytgan fikriga bee'tibor bo'lishi oxirida jiddiy sabablar keltirib chiqadi, kasalliklar. Asosiy bilan noasosiyni birinchi xurmasa asosiy sog'lig'imga qarashim kerak deydi, politikada tekshiradi, aniqlaydi. Yozib ham oladi. Keyin nima qiladi? To'xta, bo'ldi, qildim-ku, uni ichish kerak degan fikr yo'q-da. Olib qo'ydi. Albatta. Praktik vrachlar biza qabulimga, meni ko'rib turgan bo'lsa ham biladi, qabulimga bolachani olib kelishyapti. 6 oymi, 1 yildan beri tinmay kasal, tinmay. Olib bormagan doktori qolmabdi-da. Shunday kelyapti, tekshiryapman, stafilokok chiqyapti. Buvisida mayda kimdir bunga og'zidan chaynab beradi. Men topishim kerak deyapman. Keyin faqat buvi. Buvini og'zi yonimda edi, buvisini ochib qarasa, og'zida 4 ta karies turibdi. Assalomu alaykum, karies. Karies shu, ana tayyor infeksiya. Men har doim tomoqdan infeksiya tushsa kelaveradi. U keldimi, bolani ham kasal, o'zini infeksiyasi o'zini yemirib turibdi, u katta bolaga ham o'tkazyapti va bola u bilan kurashishni boshlaydi va natijada u yana kasal, millionta professor doktorga bormaysizmi, kasal bo'laveradi. Men har doim aytaman, og'iz bo'shlig'i bilan kirdimi, ketdi mana. Eng ko'p keladi, bolalar ko'p kasal bo'lib kelaveradi. Tuzalmaydi, doktor yomon deydi, kechirasan. Doktor yomon emas. Sening uyingda kimdir bor, infeksiya tarqatuvchi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha mechira bo'rni yesa ham yemasa og'zi qonda, shu doktorlar yomon deyaverishadi-da. Endi qara, ikkinchisi, ugri toshib ketadi. Hamma joyda ugri toshib keladi mana. Kelaveradi. Mayda, menga qara, sen ichaging yaxshi emas. Menga qara, bu ugri ham tagida, zamirida stafilokoklar yotadi-da. Keyin qara, kosmetologga boraveradi, yana chiqadi. Keyin kosmetolog yomon bo'lib qoladi. Men har doim aytaman, agar xo'p desangiz, keyin ko'rsatuvlarda bitta bizga ana shu ikkalamiz bog'lanishimiz kerak-da, mana ichak bilan yuzni bog'lash kerak. Agar rozi bo'lsangiz, demak, hozir bizda anons ketdi. Keyingi sonda biz aziz tomoshabinlar yuz bu ichaklar oynasi. Yuz bu ichi, menga aytdi, zotba 50 ga kirgansizmi, yuzda dog'ingiz yo'q. Mas ana shu narsa kim agar yuzda, mana yuzingga qarab, sen ichagingda nima bo'layotganini aytish. Bu ham og'izdan kirayotgan oddiy narsaga e'tibor qilmaganda ichak va kosmetolog qarayveradi. Bu ichagi tuzalmaydi, qarabsizki kosmetolog yomon bo'lib qoladi. U haqida ham aytdinglar. Uy sharoitida tuzatishlar va yeyishni o'rgatamiz-da.